ko'p harakatlanganda, yurgandagi og'riqlardi. Ko'p yerlarda davolangan, fizioterapiya protseduralarni olgan, konservativniy lecheniyalarni olgan, lekin yetarli darajada kerakli natijani olib bilmagan. Ko'p yursa, o'sha bitkasa yaxshi, lekin ag'riydi ya, do'kkalab ag'riydan u. Bel sohasidan og'riq kelmaymi? Yo'q. Yalla yaxshi, bo'lsa shu yerdan Qaysi holatlarda og'riydi? Yurganingizda yoki yurganingizga qaramay yotganingizdan, turganingizdan postalni og'riq bormi? yo'q, shu yurganda, ko'p oyoq ustida tursa, Burada kulit bor. ha, u qachon shamollaganda jo'l ag'riydi. Shu vaqtda oyoqqa berami? Yo'q. Bermaydi oyoqqa. Azimi deyin, bosib Başlaydan, preparat başlaydan. Şuradan başlayalım. Başlayalım. Hozir biz anatomik kartinaga giradigan bo'lsak, ne og'riq shu yerda bo'ladigan bo'lsa, примерно 52-53 larda shunday na Korsakoviy sindrom bilan keladi, iblarda og'riq beradi. Shuning uchun biz shu zonalarga igloterapiya qo'yishimiz kerak. Shunda og'riqni qoldiramiz. O'qilda yozib beriladi, ostri proses vaqtini bartaraf etish uchun igloterapiya qo'llaymiz. Igloterapiyani qo'llananda faqat igna emas, maxsus to'shqalar bilan igna qo'yib, shular to'qilanadi. Tok igna 5 sulodan o'tadi.